Bugun biz har xil apparatlar yoki laboratoriya ishlarisiz terimiz nimani xohlayotganini va teridagi eng ko'p uchraydigan muammolar haqida gaplashamiz. Yuzimizda uchraydigan quruqlik, dog'lar yoki husnbuzarlar bu muammo emas. Bu terimizni bizga bergan signali. Bugun biz shu signal orqali terimizga qanday mahsulotlar kerakligini o'rganib chiqamiz. Husnbuzarlar bu terining yallig'lanish reaksiyasidir. Uni siqish bilan emas, tinchlantirish orqali davolaymiz. Agar yuzimizda mayda toshmalar bo'lsa, tarkibida salitsil kislotasi yoki BH tarkibli vositalar yuzimizni teshiklarini tozalashga yordam beradi. Qizarib turgan toshmalar bo'lsa, so'z gellari yoki tinchlantiruvchi mahsulotlardan foydalanamiz. Spirtli vositalar esa terimizni faqatgina yomonlashtiradi. Eng asosiy qoida: yuzingizdagi ugriklarni siqmang. Chunki terida iz va dog'lar qolishi mumkin. Yuzimizdagi dog'lar melanin noto'g'ri ishlaganida paydo bo'ladi. Ularni yo'qotishda 3 ta asosiy sababchilarni ko'rsataman. Vitamin C terimizni yorqinlashtiradi. Niasinamid pigmentlarni tinchlantiradi. SPF esa terimizni quyosh nurlaridan himoya qiladi. Dog'larni davolashda SPF ishlatilmasa, qilingan muolajani natijasi nolga teng. Ajinlar yosh bilan bog'liq emas. Ko'pincha mushaklarning tarangligi va namlikni yetishmasligidir. Ajinlar bilan ishlash ikki yo'l orqali bo'ladi. To'g'ri faol ishlovchi serumlar va mana bu shakldagi bo'shashtiruvchi vositalar. Qanchalik yuzimizni nam holatda ushlab tursak, yuzimizda ajinlar ko'payishi kamayadi. Buning uchun namlantiruvchi kremlardan doim foydalaning. Quruq teri ajinlarning eng yaqin do'sti. Namlik bo'lmasa, terimiz juda ham tez qariydi. Quruq yuzlar uchun gialuron kislotasi juda ham muhim. U teriga namlikni tortib beradi. Namlik, elastiklik, ajinlarning kechikishi. Ideal teri qimmat apparat emas, to'g'ri tushunish va to'g'ri mahsulot tanlash natijasidir. Agar teringizni to'g'ri parvarish qilsangiz, teri ham sizga chiroyli javob qaytaradi. Biz siz bilan birgamiz. Eng foydali professional bilimlar bilan Go'zal Miradilovna.